Tez bir-birinta chiqadigan g'ishtlarimizni sifatini tekshiramiz. Aka, tankani yurgizdiring. G'isht ustida. Bosing aka. Qadrdonlar, ko'ryapsizlarmi? Bizda aldanma deganlarga, bu hech nima bo'lmaydiganlarga poyezdni yurgizdiramiz. Aka, poyezdni haydang. Operator ko'rsatib turing, realni bo'lsin. Unisini ham haydang, orqa qildirak deyapti. Davay. Qadrdonlar, sifat muhim deganlarga, sifat a'lo darajada. Endi mana shu ezib o'tgan g'ishtni otib ham ko'rsatamiz. Operator, bitta ko'rsating. Mana qadrdonlar, eng zo'r g'ishtlardan bo'ladi. Zavodda o'zida bir donasi 820 so'mdan. Razmeriga keladigan bo'lsak 24-12-6 standart g'ishtlarimiz bo'ladi. Bugun biz Farg'onani Rishtonidamiz, Iskandar qishlog'idamiz. Eng zo'r g'ishtlardan bo'ladi. Sho'ri bormi deganlarga 5%, 10% bo'lishi mumkin ekan. Danli moment sho'r chiqqani yo'q. Ko'ryapsizlar, endi xom g'isht sotiladimi deganga xom g'isht sotilmas ekan. Ichiga sababi ko'mir aralashtirishar ekan, yaxshi pishish uchun, sho'r chiqmasligi uchun. Eng sifatli zo'r g'ishtlardan bo'ladi. Ko'ryapsizlar, o'zlaring baho berasizlar. Tonnali yukimiz o'tdi ham hech nima bo'lmadi. Otib ko'rdik ham hech nima bo'lmadi. Pastdagi nomerlarga aloqa qiling. Zo'r qilib xizmatlarni ko'rsatadi. Xizmatlar faqat vodiy bo'ylab.